Bugun Angren shahrida Uyda yolg'iz filmidagi Mark va Garri paydo bo'libdi. Garri, ha, sezyapsanmi nimani hidi kelyapti? Nima bo'lo bir haftadan beri yuvmaganmisan? Ovsar, ozodlikni hidi kelyapti. Garri, bu yil o'g'illik qilamizmi yo'qmi? Yana bu yil kamera o'g'risi yetadi bizga. Ha, biz qara, shunda qo'ri o'g'illarga kiramizmi yo, quruq o'g'illarga kiramizmi? Biz hozircha qo'ri o'g'illarga kiramiz. Garri, Ha, meni bitta savol qiynayapti. qanaqa savol? Anoshka o'zini puliga olganmi kiyini yo o'zini puliga olganmi? Nima deysan? Ovsar, u Dvijeyani puliga olgan. Men o'zini puliga olibman. Ya, unaqasi bo'lishi mumkin emas. Garri, ancha ko'p sigaret chekaverasan. Endi nima deysan? Amakim o'g'li o'rgatib qo'yganda. Bizga o'xshab nos cheksang bo'lmaydimi? Endi har kuni siqilaman, dodvoy qilaman. Endi nima deysan? Sigaret ko'rgan qolganman-da. Nadir sasyaptimi? Garri, Boshim yonyapti, boshim. boshim. Garri! Iltimos, meni kechir, Garri.